Allohning ad-dor, an-nafi degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tuvende diyektanlağa Ustaz Abduveli Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru astida Allah subhanahu ve teala'nın güzel isim sıfatlarının kısaca tefsirleri, dersliklerinden Allah'ın ad-dar, an-nafi' degan isim sıfatları hakkındaki tefsirlerini okuyumuz inşallah. Ba'da billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın ad-dar, an-nafi' degan isim sıfatları hakkındaki tefsirler. Allah'ın bu isim sıfatları Kur'an'da bir qancha yerde tilga ilingan. Yani Sure Yunus 49. ayetida tercümesi aytqinki Allah xolamasila men özümden ziyanni dab'i qilishga, payda qazanishga qodir emasman. Her ummatning halok bo'ladigan ma'lum vaqti bo'ladi. Shu vaqt yetib kelganda ular birdammi kechiktirilmaydi, birdammi ilgari surilmaydi. Ad-dar, an-nafi'. Ad-dar zarar yetkizguchi zot demektir. An-nafi' manfaat yetkizguchi zot demektir. Yani zarar yetkizguchi hem foyda yetkizguchi zot yegane Allah subhanahu ve teala'dır. Bende bu sifatlarni bilgandan keyin birinchidan dunyodagi zarar yetkizishni da'vo qilayotgan saxta suratlik butlardan hech bir vaqt menga zarar keladi deb e'tiqod qilmaslik kerak. Zarar yetkizguchi zot yegane Allah subhanahu ve teala'dır. İnsan İslamga zid amallarni qilganda onunğa her tarafdan zarar keladi. Allah'ın ko'rsatmasiga muvofiq ishlarni qilgan chaqda her tarafdan manfaat keladi. Lekin bendiga ba'zida keladigan amallar kasalliklarning hikmatini Allah subhanahu ve teala o'zi biladi. Mu'min kishi uchun bu narsalar yaxshilik bo'ladi. Zarar yetkizguchi zotning Allah subhanahu ve teala ekanligini bilgandan keyin yer yuzidagi hamma odam birlashib bir kishiga zarar yetkazish uchun qasd qilsa, Allah uni himoya qilsa, hech kim unga zarar yetkazolmaydi. Yer yuzidagi hamma insonlar birlashib bir kishiga foyda yetkazish uchun harakat qilsa, Allohning hukmiga zid ish qilib turgan bo'lsa, Allah uni manfaatdan mahrum qilgan bo'lsa, hech kim unga manfaat yetkazolmaydi. Mana bu ism sifatga iymon keltirib, qalbiga o'rinlashtirgan odamda misli ko'rilmagan bir shijoat paydo bo'ladi. Qur'on va hadislarda Allohning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Ali Imron 179. ayetida tercümesi Allah yamanni yani munafiqni yaxshidan yani mu'mindan ayirmag'icha mu'minlarni yani sizlarni hozir qilib etinglarchi qo'ymaydi. Allah sizlarni g'aybdanmi xabardor qilmaydi. Va lekin Allah payg'ambarlaridan xalqini tanlab uningga yani Muhammed aleyhissalatu vesselam'a munafiqlarning halini bildirgandek g'aybni bildirdi. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etinglar. Agar sizlar iymon etsanglar va Rabbinglardan qo'rqsanglar, cho'ng savobga erishsizlar. Sura Qalam 17. ayetidan 33. ayetigacha tercümesi Şübhisizki biz ularni yani Mekke ahalisini ma'lum bog'ning egillarini sinagandek qahatchilik, ocharchilikqa duchor qilish bilan sinadik. Ular yani bog'ning egillari uning mevalarini kambag'allar uqmasin, ularga hech narsa bermayli deyishib, sahardala o'zi bilishga qasam ichishgan edi. Ular Allah xolisa demagan edi.
Ular uxlayotganda baqqa Rabbing tarafidan azob, ya'ni yong'in nozil bo'lib, bog' kuyib qop-qora kuldek bo'lib qoldi. Ular agar meyvelarni üzmoqchi bo'lsanglar, baqqa beringlar deb aytganda bir-birini tovlashdi. Ular mangdi. Yo'lda ketib yetib, bugun baqqa hargiz bir miskinmi kirmisin deyishib pichirlashdi. Ular miskinlarni baqqa kirishdan to'siya olamiz degan o'y bilan aytganda turishdi. Ular bog'ning kuyib qop-qor bo'lib ketganligini ko'rib, biz haqiqatan izib qilibdik. Yo'q, biz bog'ning mevasidan quruq qilibdik dedi. Ularning yaxshisi, ya'ni eng aqllisi, sizlar nimishqa Allohga tavba qilib, tasbih aytmaysizlar demaganmidim dedi. Ular, Rabbimiz, seni pok e'tiqod qilamizki, biz miskinlarning haqqini ma'ni qilish bilan haqiqatan zulm qilg'uvchilardan bo'ldik dedi. Shuning bilan ular bir-biriga qarshi o'zaro malomat qilishdi. Ular deyishdi: "Voy bizga, biz haqiqatan haddimizdan eshibdik. Umidki Rabbimiz bizga buningdan yaxshiroq bog'ni bergay. Biz albatta Rabbimizdan umid qilg'uvchilarmiz. Azob mana shundaqdir. Ya'ni Qurayshga bog' egillariga tushgan azob tushidi. Agar ular bilsa, oxiratning azobi texmi qattiqdir." Sura Fatir 2-oyatida tarjimasi: Allah rahmetidan kishilarga oshgan narsani hargizmi to'sib qolg'uchi bo'lmaydi. Allah rahmetidan to'sgan narsani Allah to'sgandan keyin uni hech qo'yib bergichi bo'lmaydi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura A'rof 180-oyatida tarjimasi: Allohning go'zal ismlari bor. Allohni shu go'zal ismlari bilan atanglar. Allohning ismlarini kammas qo'llanadiganlarni tark etinglar. Ular oxiratda qilmishlarining jazosini tortadi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Sura İbrahim 8-oyatida tarjimasi: Musa o'z qavmiga: agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kafir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan behojatdir, madhilashga loyiqdir dedi. Sura Nisa 147-oyatida tarjimasi: agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Alloh sizlarga azob qilib nima qiladi? Allah shukr qilg'uvchini mukofotlovchidir, hammani bilguchidir. Hadislardan tarjimasi: Payg'ambar alayhissalatu vassalam mundaq duo qiladi: Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Tarjimasi: Rabbimiz bizga dunyoda yaxshilik ato qilgan, oxiratda yaxshilik ato qilgan, bizni do'zax azobidan saqlagan. Buxoriy va Muslim rivoyat. Sura Shuara 78-oyatdan 82-oyatgacha tarjimasi: U meni yaratgan, u meni hidoyat qiladi. U meni tamoq bilan ta'minlaydi, ussizlik bilan ta'minlaydi. Og'rib qolsam, u meni saqaytidi. U meni qabz ruh qiladi, keyin yana terildirdi. Qiyomat kuni uning mening xatoliklarimni mag'firat qilishini umid qilaman. Sura Nisa 79-oyatida tarjimasi: Ey inson, sana yetgan yaxshilik marhamat qilish yuzidan Alloh subhanahu va taolo tarafidandir. Sana yetgan yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam,
Seni biz bütün insanlarga payg'ambar qilib avatdik. Sening payg'ambarligingga shahidlikqa Allah yeterlikdir. Sura A'raf 188 oyatida tarjimasi Allah xohlamagan ekan o'zimga foyda yetkazish, ziyanni o'zimdan dab'i qilish qo'limdan kelmaydi. Qiyomatning qachon bo'lishini qandoqmi bilay? Agar men g'aybni biladigan bo'lsam, dunyo manfaatlaridan nurg'un manfaat hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchramagan bo'lardim. Lekin men g'aybni bilmayman. Shunga menga taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turdi. Men faqat iymon etadigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xush xabar bergich qilib avatilgan payg'ambarman. Sura Yunus 49-oyatida tarjimasi aytqinki, Allah xohlamasala men o'zimdan ziyonni dab'i qilishga, foyda qozonishga qodir emasman. Her ummatning halok bo'ladigan ma'lum vaqti bo'ladi. Shu vaqt yetib kelganda ular birdammo kechiktirilmaydi. Birdammo ilgari surilmaydi. Sura Nahl 53-oyatida tarjimasi sizlar bahramand bo'layotgan ne'matlarning hammasini Alloh bergan. Sizlarga bir ig'irchilik yetsa, Allohga yolvorib duo qilasizlar. Sura Rum 33-oyatida tarjimasi insonlarga biror ziyon zahmat yetgan chaqda ular Rabbiga ixlos bilan iltijo qiladi. Ondan Allah ularga rahmatini tetitgan chaqda ulardan bir firqa darhol Rabbiga shirik keltirdi. Sura Maida 54-oyatida tarjimasi ey mu'minlar, sizlardan kimiki murtad bo'ladi ekan, Allah uning o'rniga Allah ularni do'st tutadigan, ularni Allohning do'st tutadigan, mu'minlarga ko'yinadigan, kafirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qilguvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Bu, ya'ni yuqorqi sifatlar bilan sifatlanish Allohning fazlidirki, Allah uni bandalaridan xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilgichidir. Alhamdulillah, yuqorida Allohning Ad-Dar, An-Nafi' degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni oldinglar. Kelar qitimda Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlaridan An-Nur degan ism sifatining tafsirini o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.